Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar bilan Shodiyaxon Abbasxonova va 123 balli zakazimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. E'tibor qilgan bo'lsalaring, hozir kompaniya aynan hozirgi davrda har 4 kunda har xil narsaga arzon qilib aksiya beryapti va bularni sizlarga обязательно ko'rsatib o'tmoqchiman. Masalan, 3 kunlik aksiyada 8 element shampuni bor edi. 41 ming katalog narxidan berdi. Mana bu kokosovый 70 ming, 65 ming turadiganni bizga 37 ming so'mdan kompaniya berdi. Mana bu badan uchun spreyni 17 ming qanchadan ham berdi. Shunga e'tibor qilinglar. Men sizlarga ichki narxini aytyapman, yo'l kirasiz. Keyin mana bu yangi chiqqan yuzni yuvadigan gel, sovun ishlatmaymizda, gel ishlatamiz. Bu aynan kokosni yaxshi ko'radiganlar uchun kokos hidli ekan. Kokosni bilasizlar, kuchli namlantiruvchi effekti bor. Soqol olgandan keyin suriladigan balzamlarni kompaniya 19-20 ming so'mdan berdi. Hozir aynan oladigan vaqti. Keyin skidkalar har 4 kunda har xil narsaga berilyapti. Shunga e'tiborli bo'ling. Har kuni ko'ryapsizmi, narsa arzon chiqqanini zakaz qilib oling. Katalog narxi 32.900 dan lubrikanti berdi. 40, 45, 60 mingdan ham sotiladigan narsa. Mana bu 40 mingdan sotiladigan dezodorantlarni hozir 22 ming so'mdan beryapti. Mana bu intimgelar 45 mingdan sotiladiganlarni kompaniya juda ham arzon narxda qilib berib 27 mingdan beryapti ichki narxida. Dezodorantlarni katalog narxi 41.900 dan berdi. Mana bularni bu gelya dusha hid beradigan, o'ziga tortadigan bu gelya dushani men 37 mingga oldim. Mana bu katta gelya dushani ham 37 mingga oldim. Keyin ko'rayotganingizdek orqasida bu kimlardir Always deydi, prokladkalar bu kunduzgisi. Ichida 10 ta bo'ladi. Bular katalog narxi 36.900 dan ko'rayotganingizdek 7 ta oldim. Nargiza xonimiz o'sha ikkitasini bron qilib oldi, chunki olishga ulgurmabdi. Mana shunaqa arzon narsa ko'rganda tez olib olish kerak. Mana bu ежедневkalar esa ichida 20 ta, bu har kunlik prokladkalar. Bundan 5 ta oldim. Katalog narxi 28.900 dan edi. Ichki narxi 26% 21 ming qanchadan ham chiqdi. Mana bular hammasi aslida uyimga zapas mana bular. Chunki biz gigiyenik narsalarni qizlar doim ishlatamiz, uyimizda zapas bilan turishi kerak. Chunki mana bular 45 mingdan chiqadi bilasizlar, skidkada. Skidkasiz o'shanda 60 mingdan tushmadi narxlari. Keyin Zetskiy magniy salomatlik ballariga juda ham zo'r narxda berdi, 129 mingdan. 200 minglik narsa olganingizda bitta Vitamix choyini beryapti. Ko'rayotganingizdek, men bu ikkitasiga bitta Vitamix choy oldim. Конечно, kollagenlarni ham juda ham arzon narxda kompaniya berayotgan edi. Bulardan ham oldim. 20 ball bo'lyapti. Narxi 270 ming bo'lyapti. Ichki narxi Vitamix choyini ham qo'shib oldim. Ko'ryapsizlar, men faqat magniyli emas, birortali choyli bo'ldim. Bular hammasi hozir sovg'aga olgan choylarim uyga ketadi. Endi tasavvur qiling, qancha men pul ekonom qildim. Kamida 40 mingdan olganimda ham 5 ta choy qancha bo'ladi? 200 ming. 200 mingni shunchaki tekinga sovg'aga oldim. Keyin ikkinchisi, bitta bolalar uchun multivitaminlar 129 mingdan chiqqan edi. Buni ko'plar faqat 3 yoshdan tepaga deydi. Maktab yoshidagi 5, 6, 7, 8, 9 sinf bolalarga ham berish kerak. Kuniga 2 tadan ularga. Bolangiz yaxshi rivojlanish uchun, tez rivojlanishi uchun. Bilasizlar, bolalarda o'smirlik davrida oyoqlari o'sib ketadi, qo'llari qolib ketadi, keyin qo'llari o'sib ketadi, oyoqlari o'smay qoladi. Bir g'alati bo'lib o'sadi bolalar. O'sha vaqtda mana shunaqa vitaminlar bersangiz, bolangizda hamma vitaminlari yetib, to'g'ri chiroyli o'sadi. Поэтому ham miyasiga ham juda ham yaxshi ta'sir qiladi, tinchlantiruvchi. Qarang, vitamin sink bor, immunitet ko'taradi. Vitamin B larni miyaga ta'sir qiladi, ya'ni foliyaviy kislota. Korchi bolangizga, o'sayotgan bolangizga nima kerak bo'lsa, yaxshi o'sish uchun barcha vitaminlar bor. Atigi 129 mingdan chiqdi. 1 oylik kurs, вообще шикарный narsa. Yarim yilda bitta kompleks ichirsangiz, bolangiz boshqa sinfdoshlaridan ko'ra ancha sog'lomligini ko'rasiz. Keyin mabeta orqasida yashingan bu qizlar sup barbekyu. Hozir aytaman men sizlarga bu nimani hidini. Garoxoviy supga o'xshaydi. Men o'z garoxni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmaydiganlar ham bo'ladi. No bitta 10 ta bo'ladi. Men ovqat qilgim kelmaganda shundoq aniq tayyorlab yeyman. Bittasi bitta porsiya hisoblanadi.
Nima uchun yaxshi ko'raman? Chunki oddiy bitta ovqatni o'rnini bosadigan, ham kuchi bo'yicha, ham anaqasi bo'yicha, vitaminlari bo'yicha juda ham zo'r. Anaqalarga o'xshamaydi umuman. Chechevishniy sup yeysiz-ku restoranda, o'shanga o'xshaydi. Tak, mana shunaqa narsalar bor edi. Bu yerda qizlar 123 ball edi. Tez ko'rsatganim Blockbuster atrini ko'rsatmadim. Bu zakaz edi. Mana shunaqa narsalar. Agar sizlar ham Faberlikdan mahsulotlarni arzon olishni xohlasalaring, to Faberlikka a'zo bo'lish kerak. Telefon raqamimni qoldiryapman. Telefon qilib a'zo bo'lishlaring mumkin.